Yana bir bor siz bilan man assalomu alaykum Huriyanvar life coach, sifra coach. Bugungi sana haqida aytaman. Ya'ni 13-sanada tug'ilgan insonlarni energetikasini shaklan ko'rsatib beraman. Qarangki, 13-energetikasini bu aynan shu chisloda, ya'ni sanada tug'ilgan insonlar qanday bo'lishadi? Ularda tabiatida o'zgarish energetikasi bor, transformatsiya bor, yangi boshlanish kodi bu aslida 13. Endi bu kod bilan tug'ilgan insonlar qanday bo'lishadi? Birinchidan, juda kuchli ichki irodaga ega bo'lishadi. Ikkinchidan, qiyinchiliklarni yengib o'tish qobiliyatiga ega. Uchinchidan, yangi shart-sharoitlarga tez moslashadilar. To'rtinchidan, maqsadga intilish va sabrlilik kuchli bo'ladi. Beshinchidan, ichki intizom va ishonch bilan harakat qiladilar. Endi qarang, bu 13 energetikasi nima degani ekan? Bu qayta tuzilish degani. Yangi hayot energiyasi, ya'ni siz o'zingizning hayotingizda haqiqatdan ham qayta tuzishingiz kerak bo'lgan vibratsiyaga egasiz. Siz bor joyda doimo qayta tuzishingiz kerak degan missiyangiz bor. Endi qarangki, sizda bu energetika berilgan. Endi siz bu iste'dod, buni siz yer olamida ishlatishingiz kerak. Endi esa siz bu aynan 100dan 1 aytiladi. Chuqurroq bilmoqchi bo'lsangiz, podpiska tugmasini bosing, like uchun ham tugmani bosing. Bu energiya obmen bo'ladi va albatta yanada kengroq. Endi esa sizga energiyani plus tomonlarini aytib o'taman. Har bir inson manfiy va musbatda yashaveradi. Siz musbatda ham ishlata olasiz, manfiyda ham ishlata olasiz bu energetikangizda. Bu sizda ong sistemangizni ishlashi. Pluslari qanaqa ekan? Qiyinchiliklarni yengib o'tish qobiliyati bor. Ikkinchisi, yangi yo'llar topish qobiliyati bor. Uchinchisi, ijodiy fikrlash va yaratuvchanlik. To'rtinchisi, sabr va qat'iyat bilan maqsadga erishish bor ekan. Beshinchisi, quvvatli ichki intizom bor ekan. Endi esa bu energetikani minus tomonlarini ham tezda aytib o'taman. Qo'rquv va ishonchsizlik bor bo'ladi minusda. Ikkinchisi, og'ir vaziyatlardan qochish bo'ladi. Uchinchisida qat'iylik yetishmaydi. To'rtinchisida jamiyat bosimiga tushib qoladi. Beshinchisi, umidsizlik va ichki charchash holatiga tushadi ekan. Mana shu energetikani ishlatishda bilib olish mahoratiga ega bo'lishni istasangiz